Ularimizni narxi 690 dollardan, o'zi juda qimmat bo'lgan. Bizning oldingi skidkamizni ulgurmay qo'ygan mijozlar so'rashuvdi. Ular talablarini inobatga olgan holda Evromex jamoasi yana skidka qilyapti. Bu meximiz Black Lama bo'ladi. Bu mexni tushunadigan odamlar bor. Bu juda sifatli, eng qimmat mexlardan hisoblanadi. Tomni siniy rangidan ham bor. Bunaqa noyob ranglardan ham bor. Ularning orasidagi stavkalar hammasi naturalniy piton. Ularimizni narxi 690 dollardan, o'zi juda qimmat bo'lgan. Keyingi modelimiz 2025-26 yil modeli Cappuccino Sweat, yoqalari pieces. Bularning narxi 1100 dollar bo'lgan. Bularni hozir 790 dollardan olsangiz bo'ladi. Bunaqa rangidan ham bor. Lot svetidan ham bor. Lot sveti ko'pchilik so'rayotdi. Mana buni ham skidkaga qo'ydik. Razmerlari bilan kelib bemalol olsangiz bo'ladi. Bunaqa ispanskiy merinos mexlarimiz bor. Hamma yog'i naturalniy. Oldin norka qilingan, zamokli. Bularni 800 dollardan qo'yib oldik. Keyin